Salomon tepasini bitirib oldim. Videoni cho'zilganining yagona sababi mana uni baland qilib qo'yibmiz biz. Penoplast muammo bo'ldi, penoplastga olib keldik. Haliginaqa mana o'sini chekasini aylanasiga penoplastni to'smasa bo'lmaydi ekan. Kech payt sovuq bo'lyapti, kunduzda issiq bo'lyapti. Bir xil darajani ushlash kerak ekan broiler uchun. Shuning uchun penoplast qilamiz deb penoplastni qo'ysak, baland bo'lib ketibdi. Uni endi keyin bolalarni chiqarib boshqatdan qo'yib ancha ishimiz cho'zilib qoldi-da. Shuning evasiga sal video kech kelyapti. Ozroq kalistradan boshlaymiz dedik. Juda ham katta bo'lib ketib qoldi bu. Reyga ham o'zi ozmuncha ketmaydi ekan. Lekin iloji yo'q, boshlagandan keyin yakunlayman albatta. Broilerni olib kelaman. Tagiga setkalar olib kelingan, yoniga penoplastlar olib kelingan, tepasi ochilib yopiladigan bo'ladi. Mana bungacha bekiladi. Mana shungacha bekilgandan keyin mana shu xotin naryoqdan boshqariladi. Ko'pchilik telefon qilib maslahatlar berdi. Hammalaringizga rahmat Abdushiy. Broiler o'zi oson emas ekan. Juda ham nozik ekan. Ayniqsa o'rdak, bedana bormi? Juda xavf baland sizda deyapti. Olib kelishingizga kasal bo'ladi. Boshlashga boshladim. Davom etib yakunlayman. Buni qayergacha sotish kerakligigacha baribir qilishim kerak. Olib kelaman. O'lsa o'ldi deyman, bo'lmagan bo'lsa bo'lmadi deyman, lekin bo'g'izishga harakat qilaman. Xudo xolasa, kasallik juda tez yuqadi ekan ularga. Shuning evaziga hozir bizda xavf bor baribir. Riskovat qilamiz. Tuxum qo'yadigan faqirlarni nimaga olib bordingiz? Ko'pchilik o'ylabdi, nari tomonda. Juda ham ko'pchilik kommentariyada yozilgan, lichkamga ham yozishgan. Gnezdoga o'rdaklar kiryapti уже. Sekin ekskursiya qilishyapti. Bir ko'ringda. Tuxum qo'yadiganlarimiz joy-joyida, xavotirga o'rin yo'q. Juda ko'pchilik negativni yozganlar ham bo'ldi, hali kulib biror narsani buzib yuboryapsam, buzib yubordim deyman, bu bo'lmadi deb qo'yaman, chunki maqsad shunday, Instagram shu uchun ochilgan o'zi. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa bo'lmadi, qilmanglar. Men maslahatda somonni ham drabilkadan o'tkazish kerak ekan, unga vaqtim bo'lgan, toqatim bo'lgani yo'q, shuning uchun hali bir ichiga solmadim. Deb ekskursiya qilishyapti, baribir ko'ryapti, kirib ikkita uchtasini ko'rdim ham. Hammasi joyida. Bu yoqqa davom etishimiz kerak o'zi aslida. Chunki 200 ta makonga joy qilyapti ular. Yoki bu tomoniga davom qilamiz, chunki bu yoqqa o'zi broiler tema o'zgarib ketib qoldi. Yana biror kunga video cho'ziladi, chunki oson narsa emas ekanda o'zi. Aybga buyurmaysizlar, hammadan uzr. Ko'pchilik kutyapti bu broiler temasini. Men ham harakatdaman. Salomat bo'linglar.